Salom bo'lar sizlardan Nurdan Pro. Bugun Level Devil Room Trap o'yinini o'ynab ko'ramiz. Juda hamma maqtayapti. O'zi sal o'ynadim o'zim 3-panusiga kelib qo'ydim leveliga. Oshni o'ynab bir o'zimiz sinab ko'ramiz. Bu juda asabni buzadigan o'yin ekan. Mana birinchisi boshlandi o'zi. Qayerdan o'tsa bo'ladi? Telefonlar uchun mavjud ekan, bolalar bemalol Play Market va App Store'dan yuklab o'ynab ko'rsanglar bo'ladi. Birinchisini ham bor edi. Birinchisini o'zim o'ynab ko'rdim. Agar birinchisini ham o'ynatsalar, birinchisini ham o'ynab ko'ramiz agar. Tushdim chiqamayapman bu yerdan. Ha, tepadagini olish kerak ekan. Bu yoqda ochilsa kerak menimcha. Tepaga chiqamanmi hozir? Bitar ekan bu yoqdagi. Voy, bu uchinchisidan qachon o'tib olaman men bunaqada. Ha, ketdi. Ha, 2 marta bo'lsa sakrar ekan bu. 1 marta bo'lsa keyin sakramaydi deb o'yladim-da. Qo'l kelmayapti, qanaqadir bor. Keyin bolalar qaysi o'yinda o'ynashni ham yozib ketinglar. Va birinchi shu o'yin xayolimga keldi. Agar boshqa o'yinda ham o'ynab ko'rsalar, o'ynab ko'ramiz keyin. Voy, endi chiqdim ha. Hop ketdi. Bu yangi kanal bolalar. Agar kanal yoqsa like va podpiska bosib qo'yinglar. Agar yoqmasa kerak emas. Hop ketdi. Chiqib oldik. Ha, pastdagi endi ochildi. Endi yurib ketamiz bemalol. Hop. Iloji boricha buni hammasini o'tishga harakat qilamiz. Endi bitta videoda o'tib bo'lmaydi bundan. Iloji bo'lsa bir 2-3 ta videoda o'tib bo'lsa kerak. Asabni buzmasa. Shu pichoq chiqishini bilib turdim-da bori. Lekin baribir yomon opasni bor. O'tdim. Nima bor ekan endi? Nimadir bor o'zida. Voy, onangni aytdimi? Bo'ldi, endi asab buzildimi? Har yoqda bosib tashlayapman-da. Bu asabni qo'yib buni keldi endi. Hop, butun o'tib olamiz. O'tamiz. Hop, o'tdik. Bu ana. Ye? Qanday bu o'tsa bo'ladi buni? Hop. Ha, ye. Ha, 2 marta sakrab turib, keyin yana o'tib ketish kerak ekan-da. Hozir amallaymiz. Qo'l kelib qolar. Endi o'ynayapman. Men ham bu nargis odamchalik edi-yu, bu qanaqadir kvadratchalik ekan. Hop. O'tdi. Voy, bu qanday bundan ey? Ha, bu bos. Ye. O sal qoldi bor o'zi ham. Mayli, nima deymiz endi? Ha, sal berodan sakrash kerak edi. Mashitdan bo'ladi. Hop, ketdi. Voy, tepa nimaga bo'ya qarab o'tdim-ey? Bosib tashlayapman, qarab o'zim o'tib ketyapman. Mana shu joy yomon qiynaldi lekin mana. Ana o'tib oldik. Voy, esda yo'q-ey. Mana bitta anozdan o'tishga shuncha vaqt ketyapti. Tormod bo'libdi o'z videomiz. Men o'zingizlardan so'rasak nima gap endi o'zingizlarda? Bizdan so'rasanglar tinch yuribmiz. Endi so'raydiganlar bor-a?
Gapirsam chalib qolyapman, gapirmay o'ynab ko'raychi. Endi bu bola birinchi video, to'g'risi nima deyishni ham bilmayapman hozir. Nima deb gapirishni ham men o'qitam yo'q uni. Voy, qanday bu? Ham netga tushib olish kerak-da. Qani o'tdik. Oho. O'tdik. Ya, bitta xatoni 82,000 marta qilyapman o'zim. Hop, bu yerdan o'tishni tushundim. Netdan qanday o'tdim, voy. Hop. Ha, endi tushunarli. Wow, o'tdim. Hop, tushdik. Mana tushadi hozir tepadan. Hech tushmayapti. Voy, boya erta tushdi lekin. Ertadan bor ekan. Ayo bo'ldi, o'tdik. Hop, buni ham suriladi-da. 100%. Pichoq bor netda. Netda ham bor-da. Bilib turibman, Bilmayman, tegib qolyapti. Yo'q, qanday? Hamma o'tib ketsa bo'larkan. O'tdan qanday endi? To'g'ri chiqib ketamizmi? Sal chiqadimizda. O'tdik. Pichoqlar qaytadi endi 100%. Voy. Nargisi biri bundan osonroq edi lekin. Bu endi 5-level. Endi 5-level shunaqa qiyin. Voy. Qanday? Xullas bolalar, mana 5-gacha keldik 3 dan. To'g'ri. Agar mana shu o'yinni davomini o'ynaylar desalar, shu o'yinni davomini o'ynaymiz. Agar boshqa o'yin o'ynatsalar, boshqa o'yinni ham o'ynab ko'ramiz. Hozir lekin bu o'yin juda asabduzor lekin mana oxirgi marta o'ynab ko'ramiz. Shunda ham bo'lmasa bo'ldi. Qo'yamiz keyingi videoda bolalar. Keyingi videoda sinab ko'ramiz bolalar. Qo'yani mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar. Sizlar bilan Nubdan Pro bo'ldi. Nubdan Progacha o'sishni davom etamiz hali.